Termiz tumanidagi xonadonlarning birida ko'knor o'stirilayotganligi aniqlandi. Hozir shu haqda. Joriy yilning 21 aprel kuni soat 9:00 olingan tezkor ma'lumotga ko'ra, Termiz tuman Qahramon mahallasi Amir Temur ko'chasi 26-uyda yashovchi otaxonning shaxsiy tomorqasida noqonuniy ravishda ko'knor o'simligi o'stirilganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Fuqaroning tomorqasi xolislar, agronom va tadbir ishtirokchilari tomonidan ko'zdan kechirilganda, hovlisidagi ekin ekiladigan maydonning 13 metr kvadrat o'lchamdagi yer maydoniga mahalliy o'g'itlar bilan maxsus ishlov berilib, parvarishlanayotgan 731 tup markaziy poyaga ega bo'lgan nam holatdagi ko'knor giyohvandlik moddasini yetishtirib kelayotganligi aniqlangan. Xo'sh, bu holatni otaxon nima deb izohlaydi? Bugun nima o'simlik ekkaningizni bilarmidingiz? Men bilmas edim bolam. Qanaqa ekilgan hovlingizda? Bu shu yarim kilo beda urug' bilan ko'kdori sepdim. Ay shundan keyin ko'kargan ballalarim bilmaydi. Kelinim ham ko'rmagan ekan buni. Beda urug' sepdim, shu beda urug'i ichidan ko'karib ketdi. Beda urug' olib kelgan otaxonning hayratiga ishongimiz kelyapti, ammo O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga ko'ra taqiqlangan ekinlarni yetishtirish jinoyatining alomatlari mavjud bo'lgan ushbu o'simlikning tarkibida faol giyohvand modda, morfin, kodein va tibain mavjud bo'lib, tarkibida giyohvand modda mavjud bo'lgan o'simliklar turiga kiradigan ko'knorni o'stirish mumkin emas. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda Termiz tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan Termiz tumani Qahramon mahallasida yashovchi fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tomorqa daromad manbai, ammo bir yo'la mo'may daromad olish ilinjida taqiqlangan o'simliklarni ekish aslo mumkin emas. Unutmang, har qanday vaziyatda ham bu kabi holatlarga nisbatan qonuniy chora ko'riladi.